Assalomu alaykum bolalar. Korоче, Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida ishlab yurgan migrant bolalar bo'lsa, yaxshi va yomon xabarim bor. Yaxshi xabar. Rossiyaning boshqa shaharlarida deputatlar migrantlarga iltimos bilan chiqishyapti, kelib ishlanglar deb. Bunday iltimos bilan chiqishiga sabab oxirgi mahal bo'lgan reydlardan 1000 ga yaqin migrantlar dvoreniya bo'libdi va ish yetishmaganidan Rossiyaning boshqa shaharlarida har xil problemalar paydo bo'lyapti. Yomon xabar bo'lsa, Moskvada 10 ga yaqin migrant bolalar bir-biri bilan pichoqlashib, urushib, qanaqadir problema qilishibdi. Endi mana shu problemaning orqasidan yana Moskva va Podmoskvada reydlar boshlanibdi. Aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, bu yerda tinchgina hurmatimiz bilan ishlab yurish ham o'zimizning qo'limizda va hurmatimizni yo'qotib, xor bo'lib, biror yurtidan itday haydalib, dvoreniya bo'lib ketish ham o'zimizning qo'limizda. Так что tixo hunarimizni ko'rsatmay ishlab yuradigan bo'lsak, qaysidir ma'noda ne только o'zimizga, bez dokument ishlab yurgan migrantlarga ham ziyonimiz tegmagan bo'ladi.